Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda Facebook Ads Manager orqali lead maqsadiga reklama yoqib, amaliyotda ko'rsatib beraman. Demak, buning uchun Google Chrome'da a, Facebook profilimizga o'tamiz va bu joydan chap tomonda Ads Manager degan tugmani bosamiz. Va bu orqali biz demak reklamli akkauntimizga Ads Manager'imizga o'tamiz. Bu joyda ahamiyat berishimiz kerak. Kecha ham aytgandim. A, O'zimizga kerak bo'lgan demak reklama akkauntni tanlaymiz va o'sha reklama akkauntdan demak reklama yoqamiz. Bugun men mana shu o'zimni profilimdan demak Ads Manager'dan reklama yoqib amaliyotda ko'rsatib beraman. Demak, lead maqsadi reklama yoqishligi uchun Sazda tugmasini bosamiz va a, leading maqsadini tanlaymiz. Demak, lead maqsadidan qachon foydalanishimiz kerak? Agar biz mahsulot yoki xizmatimizni mijozlarga telefon orqali sotadigan bo'lsak, aynan lead maqsadini tanlashimiz kerak. Ya'ni lead maqsadini tanlaganda bizni reklamamizni ko'rgan a, mijozlar katta ehtimol bilan ismi va telefon raqamini qoldiradi. Va bu qoldirilgan ism telefon raqamiga biz yoki biz operatorlarimiz telefon qilib mahsulotimizni sotadi. Shunaqa mahsulot bo'lishi mumkin, bittada uni tushuntirib bo'lmaydi. Juda ko'pchilik mahsulotlar bittada tushuntirib bo'lmaydi aslida. Demak, reklamani maqsadi, kreativi maqsadi mijozni ismi, telefon raqamini olib qolish bo'lishi kerak aslida. Hamma ma'lumotni video kreativda bermaslik kerak. Shunchaki qiziqtirish kerak insonni, telefon raqamini olib qolish kerak. Keyin telefon raqamini olib qolgandan keyin ularga biz yoki operatorlarimiz telefon qilib sotish kerak. Misol uchun, qanaqadir firma bo'lsa va uni chet elga yuboradigan, sayohatga yuboradigan qaysidir, masalan, Dubayga qanaqadir bor, paket bor. Mana shuni sotish kerak. Bunda siz reklamani o'zida tur paket haqida hamma ma'lumotni bera olmaysiz. Mijozda boshqa savollar paydo bo'lishi mumkin. Shu holatda demak lead maqsadini tanlaymiz va bu bizni yoqqan reklamamizni ko'rgan insonlar katta ehtimol bilan ismi, telefon raqamini qoldiradi. Ana undan so'ng biz u telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, demak mana shu tur paket sotishimiz mumkin bo'ladi. Demak, lead maqsadini tanladik, продолжить qilamiz va reklama kampaniyada demak mahsulotimiz haqida e, o'zimiz tushunishimiz uchun demak mahsulotimizni nomini yozib qo'yamiz. Misol uchun o'sha Tibet tuz deb yozib qo'ydim va e, sanani qo'yishim mumkin. O'zimizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni qo'yamiz. Keyin ahamiyat beramiz. Facebookda hozir o'sha yangilanishlar bo'lyapti, обновлениялар bo'lyapti. Shuning uchun mana bu demak kompaniya bosqichimizda ikkinchisini tanlab qo'yishimiz kerak. Ya'ni budjet группирование. Bu degani budjetni demak группированиеda beramiz degani. Agar budjet kompaniya belgilab qo'ysangiz, mana shu joyda budjet belgilashingiz kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun hozircha e, ikkinchisini tanlab qo'yamiz. Buni qaysi paytlarda ishlatish kerakligini keyingi videolarda demak ko'rsatib o'taman. Demak, kompaniya bosqichida demak nom yozdik va byudjetni ikkinchisiga qo'ydik va dalay tugmasini bosamiz. Undan keyin demak bizda Facebook bir qancha mana bunaqa variantlar beradi. Bu nima degani? Demak, mijozni telefon raqamini olib qolishimiz uchun, misol uchun Instagramda siz reklamangiz chiqdi. Endi mijozni telefon raqamini olib qolishimiz kerak. Uni qanaqa qilib olamiz? Sayt orqali olamizmi? Mijoz bizni reklamamizni ko'rib, подробный tugmasini bosib, saytga o'tib ismi, telefon raqamini qoldiradimi yoki ham saytga o'tadi, ham telefon raqam qoldirishimiz mumkin. Bizga telefon qilishi ham mumkin. Shu variantni tanlaymizmi yoki momentalniy forma bor. Bu kichkina mini sayt desak ham bo'ladi. O'sha orqali olishimiz mumkin. Demak, bundan tashqari mana shunaqa bir nechta variant taklif qiladi Facebook. Endi qaysi birini tanlashimiz kerak degan savol tug'iladi. Agar sizda sayt bor bo'lsa, sayt orqali demak reklama yoqishingiz mumkin. O'zingiz saytingizni qo'yib turib, sayt yo'q bo'lsa, hozir ko'pchilikda sayt yo'q. O'zbekistonda juda ko'pchilik foydalanadi momentalniy formadan.
yo saytdan yoki momentalniy formadan foydalan. Qolganlaridan juda kamchilik odam foydalanadi O'zbekistonda. Shuning uchun maslahat beraman. Momentalniy forma orqali e, demak reklama o'qishlikni, mana shu momentalniy formani tanlashlikni. Bugun ham mana shu darsda demak momentalniy formani tanlab turib reklama o'qish ko'rsatib o'taman. Demak, momentalniy formani tanladik. Undan keyin bizga kerakli bo'lgan sahifani tanlaymiz. O'zimizni sahifamizni menda bir nechta bor. Keyin agar sizda mana bunaqa yozuv chiqishi mumkin, hozir ko'rsatib beraman. Aa, Qizil yozuv chiqib qoladi. Mana qizil yozuv chiqdi. Aa, Sizda ham katta ehtimol shunaqa chiqishi mumkin. Bu nima degani? Facebook qonun qoidalari bor. Mana shu qonun qoidalariga men roziman degan rozilik bildirishingiz kerak. Ana undan keyin siz reklamani yoqishingiz mumkin bo'ladi. Sizda ham shunaqa yozuv chiqsa, mana условия tugmasini bosamiz va mana qonun qoidalar kiritib qo'ygan Facebook yashil yozuvi bosamiz, ko'k yozuv ustiga bosamiz. Я соглашусь, men roziman. Demak, qonun qoidalariga roziman degan rozilik bildirasiz. Va mana shu rozilik bildirganingizdan keyin bu qizil yozuv ketadi. Agar qizil yozuv bo'lsa, demak reklama yoqolmasligingiz mumkin, katta ehtimol bilan. Keyingi qiladigan ishimiz, buni ham qoldiramiz hozircha. Demak, keyin Facebookda aytganimdek obnovleniyalar bo'lgan, ozgina joylarda o'zgarish va interfeysda o'zgarish bor. Shuning uchun diqqat bilan ko'ramiz. Demak, boshlanishiga boshqa tugmalari, qo'shimcha tugmalar bosmaymiz. Budjet belgilaymiz. O'zimizga kerak bo'lgan budjetni, misol uchun $10, $20 bu o'zingizni demak budjetingizdan kelib chiqib turib budjet belgilaysiz. Kunlik budjet. Keyingi qiladigan ishimiz, demak, местоположение. Agar Toshkent bo'lsa, Toshkent, qaysi shahar bo'lsa, shaharni belgilaysiz va menda O'zbekiston qoladi. Hozir menda keyingisi, demak, mana bu tugmani bosib turib, oldingi eski holatiga qaytsak bo'ladi. Ya'ni mana bosdik. Eski holatida e, yoshini belgilashimiz mumkin edi, jinsini belgilashimiz mumkin edi. Demak, auditoriya qiziqishlarini ham belgilashimiz mumkin edi. Eski holatiga o'tib olamiz. Yangi holatda ham qolsa bo'ladi. Bunda yangi holatda qoldirsak, kecha aytganimdek, sun'iy intellekt ishlaydi. Facebook sun'iy intellekt, ya'ni sizni kreativingiz, tekstlaringizni Facebook o'sha sun'iy intellekt analiz qiladi va mahsulotingizni aniqlab turib, shu mahsulotingizni katta ehtimol sotib oladigan auditoriyaga o'zi ko'rsatadi, o'zi tavsiya qilib ko'rsatadi. Uni ham buni ham sinab ko'rish taklif qilaman. Men hozir demak ikkinchi eski holatida ko'rsatib beraman. Eski holatiga o'tish uchun bu joyda sun'iy intellekt ishlamaydi. O'zingiz belgilaysiz. Siz belgilagan qiziqishlar doirasida Facebook klient topib beradi. Ya'ni siz nima deb aytyapsiz? Mijozlarim demak butun O'zbekiston bo'yicha qidirasan. Yoshi demak misol uchun 23 yoshdan 40 yoshgacha bo'lsin. 40 yoshgacha. 40 yoshgacha bo'lsin. Butun O'zbekiston bo'yicha 23 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan odamlar ichidan demak ayol yoki erkak. Mayli erkak ham ayol ham qolaversin, farqi yo'q. Qiziqishlari. Nimaga qiziqadi? Qiziqishlarni belgilaysiz. Mana shu masalan kiyim bo'lsa, kiyimga qiziqadigan, aksessuarga qiziqadigan odamlar ichidan 23-40 yosh orasidagi butun O'zbekistondan demak mijoz topib ber deb turib, hozir Facebookka siz demak buyruq beryapsiz, qoidalari kirityapsiz. Mana shu siz belgilagan qoidalar bo'yicha demak Facebook klient mijoz qidiradi sizga. Sizga sotib olishi mumkin, mijoz bo'lishi mumkin bo'lgan odamlarni qidirishni boshlaydi. Mana shu qiziqishlarni belgilab chiqsangiz. Agar eski holatida, yangi holatda qoldirsangiz, hech qanaqa qiziqish belgilamasangiz, demak shu bo'yicha qoldirsangiz, o'zi reklamalarni analiz qilib, o'zi topadi. Bu o'zingizni xohishidan kelib chiqib turib qilasiz. Keyingisi, demak, местоположение ham hozir mana tagida bor. Buni bosamiz. Keyin mana yangi o'sha kecha ko'rsatmagandim. Sizni klientlaringiz nima ishlatadi? Misol uchun bo'lishi mumkin, kompyutermi yoki noutbukda o'tiradimi, qaysisida o'tiradi? Uni ham belgilashingiz mumkin. Qanaqa ishlatadi? Masalan, iOSmi, faqat iPhone'dami yoki faqat Android'dami? Ikkalasini ham qoldirsa bo'ladi.
Bunda ham ikkalasini qoldirsa bo'ladi. Buni ham demak siz o'zingiz boshqarishingiz mumkin. Faqat Wi-Fi'da o'tirganlar ham belgilashingiz mumkin. Xullas kalom, funksiyalar juda ko'p. O'zingizga keragini tanlaysiz. Keyin platforma bo'yicha qaysi platformalarda reklama chiqishi kerak. Audiensni o'chiramiz. Facebookni ham o'chirib qo'yaman men. Ko'pincha Instagram test ko'rish kerak. Facebookni ham yoqib test ko'rish kerak. Balki Facebookdan ham sizni mijozlaringiz chiqishi mumkin. Demak, keyingilari messenjer qayerlarda chiqishi kerak? Lentada chiqishi kerakmi? Storiesda chiqishi kerakmi? Bunda ham siz o'zingizga kerak joyini belgilaysiz. Xo'p, boshqa funksiyalari ham bor. Bularni hozircha ishlatishlikni tavsiya bermayman. Shu bo'yicha qoladi. Demak, biz nima qildik? Qayerlarda reklamamiz chiqishini belgiladik. Faqat Instagramda chiqishini belgiladik va qaysi joylarda chiqish kerak, lentadami, storiesda chiqish kerakmi, buni ham belgiladik. Endi keyingi qiladigan ishimiz, demak, daleni bosamiz. Keyin yana bitta narsa, belgilagan auditoriyalarimizni, budjetlarimizni tepada, demak, o'zimizga tushunarli bo'lishi uchun yozib kiritib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun, butun O'zbekiston bo'yicha bo'ldi, to'g'rimi? E, Qiziqishlar. Misol uchun, ayollar kiyimi deylik. Ayollar kiyimiga qiziqadigan qiziqishlar belgiladik. Misol uchun, byudjetni $10 belgiladik. Mana shunaqa qilib, demak, belgilab qo'yishimiz mumkin o'zimizga tushunarli bo'lishi uchun. Keyingisi dalее tugmasini bosamiz va объявление bo'limiga o'tamiz va bu joydan kreativlarimizni joylaymiz. Xo'p, kreativ joylashlik uchun kecha aytganimdek, yo o'zingiz yangi kreativ joylashingiz mumkin yoki Instagramingizda bor kreativdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, men hozir mana buni o'zgartirib qo'yaman. Momentalniy forma qoldi. Hop, Tibet tuzni belgilab qo'yaman. Tibet tuzidan reklama yoqishimiz kerak. Hop, hozir soatni ham belgilab qo'ying. 21:40 yonsin reklama. Soatini ham belgilasangiz bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, soat yaxshi esga tushdi. Agar siz reklamangiz ertangi kun yonishi kerak bo'lsa, misol uchun mana 24 bo'lsa, 25-kundan, demak, belgilashingiz mumkin 00:01 ishga tushsin reklama. Demak, shunda 25-aprel kuni kechasi 12 dan keyin reklamangiz yonadi va $10 belgilagan budjetingizni 25, demak, aprelni 23:59 ishlatadi. 24 soat, demak, sizni bergan $10 budjetingizni tejab ishlatadi. O'sha 24 soatga bo'lib qo'yib ishlatadi Facebook. Keyingisi, demak, davom ettiramiz. Kreativ bo'yicha. Hop, kreativimizni yuklaymiz. Hop, birinchi, demak, forma kelar ekan. Formani ham tuzib olsak bo'ladi. Hozir kreativ yuklaylik, keyin forma to'ldirishni ham ko'rsatib o'taman. Kreativimizni yuklaymiz. Demak, hop, mana kreativimizni yuklaymiz. Demak, kreativ yuklandi. Dalya bosamiz tugmasini. Dalya qilamiz. Buni ham to'g'irlab qo'yamiz. Dalya tekst.
tekst yozib qo'yamiz. Misol uchun o'sha o'zizga mahsulotingiz haqida ma'lumot berasiz. Men misol tariqasida yozib qo'yyapman buni. Hop, подробнее и готово. Demak, kreativimiz yuklandi. Tekstni yozdik, tugmani qo'ydik pastda. Kreativimiz yuklanyapti. Endi qiladigan ishimiz, demak, klient подробный tugmasini bosganidan keyin Э, demak, forma chiqishi kerak. Ya'ni uni ismi va telefon raqamini olib qoladigan forma chiqishi kerak bo'ladi. Formani, demak, mana bu yerda mana sozdat forma bor. Mana shu orqali demak forma yaratamiz. Demak, sozdat tugmasini bosamiz, sozdat forma tugmasini bosamiz va formaga nom beramiz. Misol uchun 700. Keyingisi, bu joyda bizga demak Facebook taklif beradi. Ya'ni bizni formamiz qanaqa bo'lishi kerak? Birinchisida, demak, получение объема deganda bu formani belgilasak nima bo'ladi? Klient подробный tugmasini bosish bilan Instagramdan ro'yxatdan o'tgan ismi va telefon raqami avtomat yozilib qoladi. Bunda minus tomoni nimaki? Agar mijoz hozir o'sha telefon raqamini ishlatmayotgan bo'lsa va eski telefon raqami orqali avtomatik to'ldirilgan nomerni olib qolsa, siz telefon qilganingizda u nomer o'chik bo'lishi mumkin yoki hozirda boshqa odam foydalanayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar siz sifatli lead olmoqchi bo'lsangiz, demak, ikkinchisini tanlashingiz kerak bo'ladi. Bu joyda mijoz o'zi qo'li bilan ismi va telefon raqamini yozib qoldiradi. Demak, ikkinchisini belgilab qo'ydik va bu joyda boshqa qiladigan ishimiz yo'q. Keyingisi mana bu esdan chiqdi. Настройкаga o'tamiz va buni ruschaga qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, ruschani belgiladik. Доступный всемni qo'yib qo'yamiz. А, Bu nima bo'ladiki, bu formani, demak, bu odam to'ldirayotgan odam boshqalarga ham yuborishi mumkin bo'ladi. Boshqalar ham to'ldirib jo'natishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun, demak, ikkinchisini belgilab qo'yamiz, готовani bosamiz. Keyingisi вступление ikkinchisiga o'tamiz va a, demak, formamizni bu hozir mana ko'rinishi, demak, mijoz подробный tugmasini bosganda mana shunaqa forma ochiladi hozircha. Hozir buni to'ldirib chiqamiz. Demak, bu formamizni, demak, orqasiga rasm yuklashimiz mumkin. Qanaqadir o'zimiz a, xohlasangiz. Bo'lmasa, обязательно emas, bu majburiy emas. Demak, buni o'chirib qo'yaman. Keyin приветствие. Buni ham o'chirib qo'ysak bo'ladi. Qanaqadir qo'shimcha ma'lumot bermoqchi bo'lsangiz, demak, buni qoldirsangiz bo'ladi. Mahsulotingiz haqida, demak, sarlavha yozishingiz mumkin, mahsulotingiz haqida ma'lumotlar qo'shishingiz mumkin. Bu o'zingizni xohishingizdan kelib chiqib. Bo'lmasa, buni o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'chirib qo'ysangiz, mana bunaqa oyna chiqadi. Подробный tugmasini bosish bilan mijoz mana shunaqa oyna chiqadi. Ismi va telefon raqamini olib qolishlik uchun. Keyingisi, demak, dальше o'tamiz. Endi mijozni demak, ismi va telefon raqamini olib qolishimiz kerak. Buning uchun, demak, ismi turibdi, elektron adres turibdi, elektron adresni olib tashlaymiz. Buning uchun bu joyga telefon raqamini qo'shamiz. Telefon raqamini qo'shish uchun demak, добавить kategoriyani bosamiz, birinchisiga o'tamiz. Birinchisida mana nomeri bor, telefon raqami bor. Mana nomerni qo'shdik. Endi elektron adres olib tashlaymiz. Demak, buyurtma berish uchun ma'lumotlaringizni qoldiring. Mana подробный tugmasini bosdi mijoz mana bu oyna ochildi. Buyurtma berish uchun ma'lumotlaringizni qoldiring yoki batafsil ma'lumot olish uchun desak ham bo'ladi. Batafsil ma'lumot olish uchun
batafsil ma'lumot olish uchun demak ismingiz va telefon raqamingizni qoldiring. Misol uchun qanaqa tur firma bo'lsa, shu tur paket bo'yicha ma'lumot olish uchun demak ismi va telefon raqamini olib qolishimiz mumkin. Demak, bu tepada mana qo'shimcha yana a, savollar qo'shib turib, mm, mijozdan yana qo'shimcha ma'lumotlar ham olishimiz mumkin bo'ladi. Agar faqat bizga ismi, telefon raqami kerak bo'lsa, mana shuni o'zi demak yetadi. Hop, keyingisi politika. Bu joyga havola qo'yib qo'yamiz. Facebook deb qo'ysak ham bo'ladi. Bu judayam muhim emas. Facebook. Hop, bu ham qoladi. Mana mana qo'yna chiqadi. Hop, keyingisi tekshirish. Demak, mijoz o'sha ismi, telefon raqamini tekshiradi. Keyingi qadamda завершение. Tugatamiz. Mana ismi, telefon raqamini qoldirdi. Mijoz endi unga nima oyna chiqadi? Tashakkur. Tashakkur. Tez orada bilan bog'lanamiz. Hmm. Tashakkur. Tez orada sizdan bog'lan. Ismi, telefon raqamini qoldirdi va mana qo'yna chiqdi. Endi mijozni yanada ham ushlab qolish uchun demak saytimizga yo'naltirishimiz mumkin. Qanaqadir fayl berishimiz mumkin. Misol uchun tur paket bo'lsa, tur paket haqida ma'lumot berishimiz mumkin. Mana buni bosib turib e, bu joyga kiritib qo'yishimiz mumkin o'sha PDF variantini, yoki sразу o'zi telefon qilishi mumkin. Mijozni o'zi telefon raqam kiritib qo'yishimiz mumkin, yoki WhatsApp orqali demak suhbatga yo'naltirib yuborsa bo'ladi. Э, Agar sayt qo'ysangiz saytga yo'naltirishingiz mumkin, yoki Telegram kanali havolasini qo'ysangiz ham bo'ladi bu joyda. Telegram kanaliga yo'naltirib yuborsangiz bo'ladi mijozni. Saytingiz bo'lsa saytga yo'naltirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu o'zingizni xohishingizdan kelib chiqib turib variantlari belgilaysiz. Demak, formamiz tayyor bo'ldi. Telefon raqamini olish uchun qanaqa forma yasash kerakligini ko'rsatib o'tdim va telefon raqamini qoldirgandan keyin mana bunaqa demak sahifa chiqishini ham demak bu joyda yasadik. Yasab bo'lganimizdan keyin soздать formani bosamiz. Hop, bu joyga havola qo'ying deb aytyapti. Demak, bet uz. Hop. Demak, ismi, telefon raqamini qoldirganidan keyin mijoz demak saytga o'tib ketadi. Saytga o'tib ketishi mumkin. Mana bu saytni смотреть sayt tugmasini bossa o'tib ketishi mumkin. Ho'p, formamiz tayyor bo'ldi, yasab bo'ldik. Mana forma ko'rinishi. Hop, hozir. Demak, hamma ma'lumotlarimiz joylab bo'ldik. Kreativimizni joyladik. Formamizni demak joyladik bu joyda. Mana hozirgi formamiz bu eski forma edi. Mana hozir yaratgan formamiz bu. Telefon raqamini olib qoladigan kreativlarimiz hammasi tayyor. Endigi qiladigan ishimiz demak опубликовать tugmasini bossak, demak bizni reklamalarimiz tekshiruvdan o'tgandan keyin ishga tushib ketadi. Ho'p, bugungi video shundan iborat edi. Maslahat beraman. Hozir reklama yoqmasangiz ham mana shu hozir darsda ko'rsatilgan hamma vazifalari demak bitta-bittadan ko'rib chiqishingizni, amaliyotda demak sinab ko'rishni tavsiya beraman.